Her yili hammamiz ro'za tutamiz. Ammo ro'zaning ma'naviy qimmatini, uningdagi ilohiy sirlarni qanchalik tushunamiz? Qiyomat kuni kelganda ulug' Alloh bandalaridan bir hisob oladi. U qilgan zulmlarini boshqa amallardan to'laydi. Oxirida faqat ro'zasini qilib qoladi. Shu chaqda ulug' Alloh buning lazzatini so'z bilan ifodalash intayin qiyin. Ammo u shariatda buyurilgan ishlarga bog'liq eng mukammal xushalliqdir. Keng ichinib, dozaq mahkam taqilib, yetib keldi bizlarga xush muborak Ramazon. İbadette usul köp, faziletga boy. Her yili hammamiz ro'za tutamiz. Ammo ro'zaning ma'naviy qimmatini, uningdagi ilohiy sirlarni qanchalik tushunamiz? Payg'ambar alayhisalom bizga ro'zaning intayin muhim bir sirni oshkorlab bergan. Lis-soimi farhatani yafrahahuma. Ro'za tutquchi uchun ikki xushalliq bor. Iza aftara fariha, qachoniki iftor qilsa xushal bo'ladi. Va iza laqiya robbahu fariha bi sawmihi. Shuningdek, Robbi bilan uchrashganda ro'zasi sababli xushal bo'ladi degan. Bu hadisda ro'za tutquchining ikki xushalliq bayon qilingan. Qani bu ikki xushalliqni qisqacha so'zlab baqay. Birinchi xushalliq dunyodagi xushalliq. Dunyodagi xushalliq Payg'ambar alayhisalomning iftor qilganda xushal bo'ladi degan so'zda aniq bayon qilingan. Bu xushalliq ibodat xushalliqi va tabiiy xushalliqni o'z ichiga oladi. Ibodat xushalliqi bo'lsa, Alloh taolaning ro'zini tamomlashga muyassar qilganligidan keladigan xushalliq. Tabiiy xushalliq bo'lsa, yemak-ichmakka qayta ruxsat qilinganlikdan keladigan xushalliqdir. Shunga iftor vaqtidagi xushalliq ikki turlik bo'ladi. Birinchisi tong yurgandan kun patquchi orliqda ro'za tutib, kechda iftor qilgan vaqtdagi xushalliq. İkinchisi Ramazon oyi oxirlashganda ro'za hayit kunidagi xushalliq. Bu xushalliqning ta'mini kim biladi desangiz, haqiqiy ro'za tutgan siz bilasiz qarindishim. Buning lazzatini so'z bilan ifodalash intayin qiyin. Ammo u shariatda buyurilgan ishlarga bog'liq eng mukammal xushalliqdir. U g'am qayg'uni yo'qotadi, qalbimizga xushalliq ato qiladi, badanimizni texmi jonlantiradi. Ikkinchi cho'ng xushalliq oxiratdagi xushalliq. Oxiratdagi xushalliq bo'lsa eng katta xushalliqdir. Bu xushalliq bizni Ramazonda texmi ko'p ibodat qilishga, yaxshi amallarni texmi ko'p qilishga undaydi. Ulug' Alloh bilan uchrashish vaqtidagi xushalliqning kamolatini umid qilib, rahat farog'at, hurlikni tanlamaslikka turtki bo'ladi. Bu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning Rabbi bilan uchrashganda ro'zasi sababli xushal bo'ladi degan so'zda aniq ifodalangan. Ro'za mana shunchalik ulug' ibodat. Alloh taolo vas-savmu li va ana ajzi bih. Ro'za men uchundir va men uning mukofotini beraman degan. Shuning uchun ro'za tutquchilarga jannatda alohida bir eshik bekitilgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam jannatda Rayyon deb atiladigan alohida bir eshik bor. Qiyomat kuni ro'za tutquchilar shu eshikdan kiradi. Ulardan boshqa hech kim bu eshikdan kira olmaydi. Ro'za tutquchilar qayerda deb nido qilinadi. Ular o'rnidan turadi. Ulardan boshqa hech kim kirmaydi. Ular kirib bo'lgandan keyin eshik taqiladi. Uningdan keyin u eshikdan hech kim kirolmaydi degan. Bu nima degan katta sharaf, nima degan katta xushalliq. Buningga kim erisha oladi? Faqat Alloh karamlik qilgan, haqiqiy ro'za tutgan siz erisha olasiz. Oxiratdagi xushalliq hammamizning izlaydigan g'oyamiz emasmi? Alloh taolo bizga ro'za tutish orqali buningga yetishning yo'lini hozirlab berdi. Bo'libmi Ramazon oyidagi ro'za savoblar eng ko'p hassiladigan payt. Bir kishi Sufyan ibn Uyaynadan: "Ey Abu Muhammad, payg'ambarimizning Rabbidan rivoyat qilgan odam bolasining barliq amallari o'zi uchundir. Faqat ro'za men uchundir. Men uningga mukofot beraman" degan hadisi haqida nima deysiz deb so'radi. Ibn Uyayna nim deb javob berdi bilamsiz? U bu eng isil va eng hikmatli hadislarning qatoridandir. Qiyomat kuni kelganda ulug' Alloh bandalaridan bir hisob oladi. U qilgan zulmlarini boshqa amallardan to'laydi. Oxirida faqat ro'zasini qilib qoladi. Shu chaqda ulug' Alloh qolgan zulmlarni o'z ustiga elib, u bandani ro'zasi sababli jannatga kirgizdi deb javob bergan. Mana shuning uchun salaflarimiz ro'zaning, bo'libmi Ramazon oyining qadr-qimmatini cho'nqur tushungan. Ular dunyo oxiratdagi bu ikki xushalliqning qadrini to'liq tunib yetgan. Shunga ular ro'za ibodatini mukammal ado qilish uchun qalbi, badani bilan chin dilidan tirishchanlik ko'rsatgan. Shundaqli ular bizlar uchun nihoyat go'zal ulgu. Aziz qarindishim, ro'za dunyo va oxiratda ikki katta xushalliqqa erishtiradigan ulug' ibodatdir. Bu xushalliqlarga erishish
erishish uchun ro'zani chin qalbimiz bilan tutib, uning haqiqiy mohiyatini tushunishimiz lozim. Bu Ramazonda ibodatlarimizga texmi ko'p ahamiyat berib, ro'zining dunyo va oxiratdagi ikki xushalligiga to'liq erishadigan bandalardan bo'lishga tirishaylik. Ey Alloh, bizlarni ifto qilganda xushal bo'ladigan, sen bilan uchrashgan kuni ro'zasi sababli xushal bo'ladigan kishilarning qatoridan qilgin. Bizni dunyodami, oxiratdami xushal tura oladigan kishilarning qatoridan qilgin. Amin.